Ehtiyot bo'laylik to'ylarimizda, kimlarni taklif qilayotganimizda ro'yxatga bitta qaraylik. Qarayapmiz-ku ro'yxatga. Falonchi boy qolib ketmadimi? Pismadonchi amaldor qolib ketmadimi? Falonchi imom qolib ketmadimi? Ha, o'shalarning ichida ro'yxatida miskinlar bo'lsin. Alloh taolo miskinga taom berilmaydi demayapti. U katta ish taom berish. Lekin eng kichkina ish miskinga taom berishga bir-birini qiziqtirmaydi. Qiziqtirib qo'yish nima degan narsa, to'g'rimi? Birodar, ha, miskinga taom bering deb qo'yib ikki dona so'z. O'shani ham ravo ko'rmay, shunaqa qalbi qotib ketgan deydi. Eng yomonida bu. Miskinga taom bermaslikni qo'ying, hatto miskinga taom bergin birodar, puling bor sani demasdan jim tomosha qilib turishlikni Alloh taolo qiyomatga ishonmaslik bilan tenglashtiryapti. O'g'ayning to'y qilyapti. Voy, necha mingta odam chaqiryapsan? 4000 nechta miskin bor o'shaning ichida. Nechta odam to'yanasiz kiradi. Nechta odam kirib, qorni to'q bo'lib chiqib ketadi shu joydan. E'tiborga muhtoj, ko'makka muhtoj, yordamga muhtoj qatlam, zaif qatlam qolib ketmasin. Chunki Alloh ular shunday yomon insonlarki, qiyomatga ishonmaydiganlar. Va la yahuddu ala ta'amil miskin. Miskinga taom berishga bir-birlarini qiziqtirmaydilar.